Assalomu alaykum O'zbekiston, assalomu alaykum hurmatli rahbarlar, O'zbekiston rahbarlari, assalomu alaykum. Shu passajirskiy перевозкani rivojlantirayotgan rahbarlar. Men hozir Piterda shu avtobuslar shopillik qilaman. Men yaqin o'tishga bordim, ya'ni vodiyga yangi avtobuslarga, buyuk avtobuslar yaxshi zo'r, cho'pki, xursand bo'ldim. Shu mashinalarni Xitoydan olib kelayotgan rahbarga ozgina iltimosim bor edi. Avvalambor assalomu alaykum. Shunchalik xalqimizga, yurtimizga qulaylik yaratish maqsadida shu ishlarni boshlabsizlar. Umrlaringiz ziyoda bo'lsin. Shu meni iltimosim shu avtobuslar, yuk avtobuslar zakaz qilayotganlaringda shu polini mana bundaqangi tekis pol zakaz qilinglar, iltimos. Chunki xalqimizga qulaylik yaratish maqsadida qilinyapti bu ishlar, mana ko'ryapsizlarmi? Mana sariq narsa paddon shuni ochiladi, ya'ni invalidning kalaska bilan kirib ketadi. Bizdagi yutun avtobuslar hammasini eshigini ochsa, lesnitsa bor. Bu tekis polli mashinaning qulayligi shundaki, ya'ni kelinlarimiz, farzand qizlarimiz kalaskali keladi. Shuni oldini ko'tarib kirib ketyapti, batta Piterda. Bizda O'zbekistonda bunaqa emas. Eshikni oldiga keladi, albatta bolasini oldi baylaliq bo'ladi, u bolani yechadi, ichkarida turgan odamga ko'tarib beradi bolani, keyin hali kelin endi kalaskani yig'tirib keyin kiradi. Nima bo'ladi? Hammani vaqtini oladi mana. Bular eshiklar hammasi mana lesnitsasi yo'q, uchta eshikli avtobuslar. Men nima demoqchiman? Shu zakaz qilayotganlaringda shu narsalarga e'tibor bersalaring yaxshi bo'lardi. Keyin har bitta mana eshikdan kirganda mana har bizda ham hozir karta rejimi rivojlanyapti mana. 4 tadan validator bor. 5 ta ekan mana. Mana bu yerda bitta, mana oldingi eshikda bitta validator. Mana yerda ikkinchi validator. Mana 3-validator, mana 4-validator. Mana 5-validator bo'ladi mana. Chiqadi-yu to'laydi. Faqat shu lesnitsasiz avtobus zakaz qilinglar. Yana ham qulayroq bo'ladi. Ayniqsa qariyalarimizni oyog'i og'riydi, tizzalari og'riydi. Yana keyin shu ostanovkalar qilinayotganda, shu ostanovkalar barduri ham shu eshikka to'g'ri bo'lishi kerak. O'shanda maqsadga muvofiq bo'lardi. Agar noto'g'ri gapirgan bo'lsam, oldindan uzr so'rayman. Lekin bu meni ish soham, 25 yildan beri shu sohada ishlayman. Xudoga shukr. Demoqchimanki, xalqimizga yana ham qulayroq bo'lardi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.